ular tındırıverdi. Çarpaqa, anlap dur. Sen yok vakitta bu yerde korkunç vakalar izledi. Mening kölçigi. Endi mevcut emas. Qo'lduzlarning kölçigi-chi. Eriqlari-chi. Loy ozgirga aylandi. Yig'in etishdan maqsad dal mush ishni muzokara qilish. Bundaq yig'inni pat-pat etish kerak. Reallik oldimizda turibdi. Külfetlerinin hammasi insonlarning mashinalaridan kelmoqda. Mashinaning gapini qilmanglar. Uni men ko'rgan. Ko'pchilik hozirgi ahvolimiz baxatarlik. Agar bir necha kun ichida boshqa suv manbasini topolmasak, Ahvolimiz texmo ichinishlik bo'ladi. Buni demasammi, hammanglar tushunasizlar. yer ostini ko'lab suv chiqamamdi. Yer osti quruq ham qattiq tursa, hamoqat. Sizlarcha qanday qilsak bo'lar? Uchar qushlarning faoliyat doirasi keng. Sizlarcha qayerga borsak bo'lar? Bununla bir nim digilib bo'lmaydi. Hanımı bilen ikkimiz ezelden ormanlıktan ayrılıp bakmagan. Ormanlıktan çıksakla insanlar bizi taşlaydı. Doğru. Men bir joyni bilaman. Shak basak bo'ladi. Sendimi kim so'rabdi? U yer bek keng, bek güzelken. Bichara çarpaka. Şunu görüp sen de. U yerni hayvonotlar uchun qurgankan. Rostmi Çarpaqa? İnsanlar u yerni oqbug'i bog'chisi deb ataydi ekan. Oqbug'i bog'chisi? Tabiiy qo'g'dash rayoni ekan. Rostmi? O yerda insonlar barliq javoyi hayvonotlarni do'stona muhofazat qiladi ekan. Yalğan. Undaq yaxshi yer bo'lsa, men nima bilmayman. Yiliqi bug'i oq bog'chisiga rostmi bordingmi? Albatta. Bug'i oq bog'chisi. Oqbug'i bog'chisi. Her ikkisini anlab baxmagan. Men intayin tushunaman. U eng yaxshi yer. Tulka, sen qanday o'ylayapsan? Yana boshqa yer bormidi? Ma'qul. Amsa oqbug'i bog'chisiga boraydi. Nima? Ko'pchilik qo'shilamsizlar. Qo'shilib. Yaraysan çarpaka. Bek yaxshi bo'ldi. Biz boramiz oq bog'chisi. Bog'chisiga bo'ldi. Biz bog'chisi. Biz oq bog'chisiga bo'ldik. Yangi turmushga atlangan bo'ldik. Bak yaxshi bo'ldi. Sizlar oldirab qo'shib ketmanglar. Biz oq bog'chisi. Mening gapim bor. Biz boramiz. Bu yerda biraylar qochmoqchi. Qochmoqchi? Yaman yaltoshqan. U bayada yaxshi shu. Yaltoshqa so'zini davomlashtir. Sen meni anlading. To'g'ri yoki xato anlig'inimni bilmayman. Sizlar rostlar o'sha oq bug'i bog'chisiga bormoqchimi? Albatta. Shundoq bo'lmaydi. Biz cho'pxo'r hayvonlar, go'shtxo'r hayvonlar bilan birga boramdik. Bu Bizni tulki bilan yer talasin demoqchimi? Sen yaxshisi uning tirnoqlariga qarab boq. Qo'rqma, yovtoshqan. Yana ovu, yeni mikrs to'li charilan qarab boq. Meni tulg'a ilib otgan kim? Bu yerdagi tulum toshqanlarning yerimini o'yab bo'ldi. To'g'ri, u bek tatliq tursa. Yovtoshqanning digini to'g'ri. bu meseleni hal qilish oson. Qanday qilamiz? Ecdatlarning qasamyod so'zidan foydalanamiz. U nima qilsam ekan? Birinci qitim daraxt kesib uy solgan chog'da mening bovam ormanlıqdagi hayvonotlarga
özara köyünüş qasamnomasi tuzib bergankan. Özara köyünüş qasamnomasi? Onun da belgilanishga Bir-birini qo'rqitishga ruxsat yo'q. Buzg'unchilik qilishga, jonliqlarni o'ldirishga ruxsat yo'q. Nima? Jonliqlarni o'ldirmamda? Ondaqda yılanlar qandaq yaşayalaydı? Bununla qo'shildiganlar o'ng qo'linglarni yoki o'ng putinglarni ko'taringlar. Yoki qanotinglarni ko'taringlar. Menga ergishib qasam qilinglar. Nominglarni atanglar. Men nominglarni atanglar. To'g'ri emas. Men Charpaqa yoki Men Toshqon. to'g'ri. Tantanlik holda qasam beramanki, Tantanlik holda qasam beramanki, har qanday birasini yeyman. Birarsini yeymayman. Lekin odam yo'q vaqtda. bu yo'lni Charpaq topgan. Shuni o tabiiy holda bizga yo'l boshlovchi bo'ladi. Yana qo'mondon bo'lamdi men. Yanıla yol başlıqçı bolasan. Komandanğa kelsak, biz ishonchlik, ilgar, ammo botur birasini komandan qilsaq deyman. Yaxshi yılanni tanlamayli. Ya, çok çaqib qo'ydim. Şoň men tulkini komandan bo'lishga ko'zdiman. Tulkiga? Sizlar so'rov bo'ldinglarmi nima? Sana ko'p rahmat Jayra. Tulki? Nimishqa? Men tushuntirib qo'yay. Tulkining komandan bo'lish salohiyati bor. U ko'pni ko'rgan, tajribalik, hammaga berib boqqan. Yer sharoitini pishiq biladi, jang qilishga mohir. Hey! Onda qilmamışga buloq. Komandan bo'laman debla bo'lvog'ili bo'lmaydi. Oldu. Yolga chiqishdan ilgari qiladigan nurg'un ishlarimiz bor defa. Yetarlik oziq va yo'l boshlashda ishlatiladigan xarid qatorliqlarni tayyorlashga to'g'ri keladi. Yolga chiqadigan vaqtni unutib qolmanglar. Kech soat 4'da ko'l bo'yiga yig'ilamiz. Kech soat 4'da ko'l bo'yiga yig'ilamiz.